kichik xonadonlardan boshlab katta ob'yomdagi joylarimizgacha maktab, bog'cha, teplitsami, banitsa, klinika, zavod, fabrika har qanday ob'yom uchun Teploidealda isitish kotellari mavjud. Hozir ana shunday manzillardan biri Andijon shahrida Xolis klinikasiga kelganmiz. Klinikamizda 15 ming kvadratdan oshiq maydoni bor. Ikkita kotel berganmiz, 2 yildan beri isitib beryapti. Hozir sizlarga ichkariga kirib to'liqroq obzor qilib beraman. Hozir mana klinikamiz vrachlaridan ham bir qator fikrlarni olamiz. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisizlar? Charchamasdan aka. Rahmat. Xudoga shukr. Aka Teploideal kotellari isityapti ekan. Issiqlik ma'qulmi aka? Issiqlik juda darajada ma'qul. Ishlab chiqaruvchilarga rahmat. Особенно Mo'ydin akamga rahmat. Shu narsani o'rnatib bergani uchun. Qishda hali sovuq -7-10 gradusda ham mana bitta formani o'zida yurdik. Bemorlar xursand, hammasi duoda, qo'shib eslab turibsizlardi ham. Sog' salomat bo'linglar. Zo'r aka. Rahmat aka fikrlari uchun. Hozir mana klinikamizni isitish tizimi bo'yicha главный mutaxassis Mo'ydin akamiz. Xudo xolasa, aka, kotel qachon xarid qildingiz Teploidealdan? Aka, bu kotellarni biz 2025-yil shu aprel oylarida xarid qilganmiz. Mana hozir qishki sezonda sinab yoqib ko'rdik, sinab hozir ishlatyapmiz. Mana hozir paytda mana qattiq sovuqlar ham bo'ldi. Shu paytda yaxshi ishlab o'zini oqlayapti. Isitish yaxshimi aka? Isitish yaxshi. Hozir effektlari yaxshi. O'tgan yil ham yoqilgan? Ha. Bu yil ham yoqilyapti. Qishda mana o'tkazyapsiz, xudo xolasa hozir. Inshaalloh. Qishdan chiqyapti. Hech qanaqa muammo, qanaqa holat bo'lgani yo'q misol uchun. Ha, bo'lyapti. Yaxshi. O'zini oqlayapti. Oqlayapti. Necha kvadrat aka? Klinikamiz hozir. Hozir bu klinikamiz 15 ming kvadratdan oshiqroq. 15 mingdan oshiq chiqadi aka. Shunaqa. Bemalol xudo xolasa isityapti aka. Inshaalloh. Yaxshi. Ko'mir rasxodlari ham hozir ancha o'tgan yilga nisbatan sezilarli darajada ozaydi. Endi nima ham deymiz endi boshqa. Ungacha aka mana Teploideal kotel bo'lguncha battinimiz isitgan aka. Bu yerda shu samodelniy kotel isitgan, lekin u yoqqan, tashagan ko'miriga o'zini o'zi oqlamagan. Oqlamagan, ha? Shuning uchun buzib olib, uni metallonga sotib, Teploidealga murojaat qilib. Nima uchun Teploideal tanlandi aka? Endi nima uchun desa bo'ladi. Endi ishonch bo'ldi-da shu Teploidealga. Ishonch bo'ldi. Ishonch beraylik deb Surishtirildi, misol uchun. Andijon bo'ylab juda ham ko'p klinikalar qo'yganmiz, misol uchun hamma shifo markazlari ko'pisida Teploidealda. Bo'ldi aka, tanlov uchun rahmat. Xudo xolasa aka, bitta kotelni ham oldiga olib borib, yonishidan asqotini ochib gaplashsak bo'ladimi? Necha kilo qanaqa aka? Bo'ladi. Aka, mana bu yerda hozir kotelimiz ishga tushgan. Bu bittasi aka? Bittasi, ha. Ikkinchisi nari tarafda. Ikkinchisi narigi tarafda aka. Yonishini ko'rsataylik. Buni aka hozir rasxodi bu yerda hozir 500 kilo rasxod bo'lyapti 24 soatiga. 24 soatda? Ha. 500 kilo rasxod qilyapti. Bu bitta kotel. Ikkinchisi qancha aka? Ikkinchi kotelimiz 400 kilo, 350 kilo rasxod bo'lyapti hozir. Bu degani aka hozir sutkasiga ikkita kotel uchun 15 mingdan oshiq kvadratga 900 kilo rasxod bo'lyapti. Shunaqa aka. Eski kotelda qanaqa edi aka oldin? Eski kotelda to'g'risini aytsam behisob edi. Behisob. Qancha bo'lsa tashavoradi, yora isimardi. Hozir Teploideal qo'yilgandan keyin rasxod ham tushdi aka. Gap yo'q, zo'r. Hamma yo'q. Isitish ham zo'r. Ko'ngildagidek bo'lyapti axir aka. A'lo darajada. Bo'ldi aka, rahbariyat ham mamnunmi aka? Rahbariyat, eng samimiy glavniy mijozlar va doktorlar mamnun bo'lyapti aka. Hammasi. Bo'ldi aka, mana o'zingizam aka santexniksiz, Mo'ydin akamiz, Andijon shahar viloyat farqi yo'q. Bemalol pastda raqamlarni qo'yib, o'ziga ham murojaat qilaverasizlar. Tavsiya qilasizmi aka? Albatta aka. Olinglar, qo'yinglar, ishlatib maza qilib, qishda muammosiz chiqara olinglar. Gap yo'q Teploidealga. Bo'ldi aka. Aka, sog' bo'ling, salomat bo'ling.